Assalomu alaykum hammaga, Saynafix obunachilari. Sizlarga va'da qilganimizdek, bank manipulyatsiyasi va bozordagi mana shu Mr. Casino kitoblari deymizmi, videolarni o'zbek tilida talqin qilib, uni tushuntirib berishlikni xudo xolasa boshladik. Xo'p. Ko'pchilik Mr. Casinoni tekin o'sha videolarni olganlaridan so'ng hech qanaqangi tushuncha hosil qilmagan. Sababi o'tda shunchaki ingliz tilida ko'rsatib ketilgan, aynan nimalarni tanlayotgani, qanday qilayotganligini shunchaki ko'rsatib ketgan. Asosiy bozorda u insonni ham boshqa insonlar kabi bitta fikri bor, ya'ni professional traderlar kabi bitta fikri bor. Bozorni doim kunlik time framelardan boshlab, ya'ni zonalarni tanlab olish kerak. Kunni har doim emas, chunki kunlik time frame'da bitta ikkita tanlab qo'yilgan zonalar ancha muddatga yordam beradi. Xo'p. Bunda bizga nima yordam beradi? Bozorda aynan metka qilishimiz kerak bo'lgan joy, kelinglar mana bu bizda o'sha bozor bu yoqda yig'ilish qilib qolgan. Oldingi holatdan, mana bunday holatdan belgilab chiqishlarni aynan Mr. Casinoni holatlari bo'yicha olsak. Aynan bozorda mana bunday ko'zga tashlanuvchi zonalar olinishligi kerak va ularni tanalari bizga kerak bo'lmaydi. Nima uchun? Kunlik time frame'dagi mana bu qizil shamni tanlaganimiz savol berishinglar mumkin yoki tushunmagan bo'lishinglar mumkin o'sha videodan ham. Bu yerda bank manipulyatsiyasi bo'ladi. Ya'ni narx o'sib kelayotgan holatda mana bunday kontrolli sham tashiydi va narx yana hech qanaqa o'zgarishsiz yuqoriga o'sgan bo'lsa, o'sha zonamiz belgilab qo'yiladi. Ya'ni bank tomonidan bu yerda bitta chalg'itish va push qilingan narxda. Bu holatda o'ziga ham harakat berib chiqib ketgan. Bu bizga zona sifatida foyda beradi. Masalan, bu har xil o'yin sifatida bo'lsa ham bo'ladi, boshqa holat bo'lsa ham bo'ladi. Va bunaqa holatlarni etap bilan belgilab chiqiladi. Ya'ni birdaniga mana buni top tashlamaysiz. E'tibor beradigan bo'lsangiz, nima uchun bunisini olmadim? Chunki mana bunga nisbatan nuqtada ko'p tachlar bor. Aytishingiz mumkin, bu tarixdan ko'p marotaba urilganligini yo'q, o'rtoqlar, sizlar mana bu joyda urilgandan keyin ham buni belgilab olaverasizlar. Mana bu kun ham bor, bu kun ham bor sizlar uchun. Balkim kelajakda bu yana reaksiya olgan nuqta bo'lishligi mumkin mana. Bu nuqtalardan mana bu holatda ko'rishimiz mumkin. Kunlik time frame'da bunday tushib ketishlik kichkina pips emas. Xo'p, mana shunday zonalarni belgilab chiqishimizga to'g'ri keladi. Masalan, mana bu joyda ham ko'rishimiz mumkin narximizni holatini. Ya'ni bu bizga mana bu kun uchun yordamga tekkan bo'lishi mumkin. Ya'ni belgilab qo'ysak albatta. Bunaqa holatlardan buy versiyalarini ham topishimiz mumkin. Ya'ni buy versiyasini holatlarini ham hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Ya'ni bu tushib kelayotgan bozordagi mana bu holatni ham olishimiz mumkin mana. Faqat tana qismini o'zini olinadi. Endi bu holat bizga sal noto'g'riroq, bu holat olmaganimiz ma'qul. Va shu etapda narxdan tanlab chiqilinadi zonalar. Yuqoridan, pastdan borini belgilaysiz, bo'lmasam yo'q. Belgilab chiqishlik natijasida masalan mana bu holatimizni ham olsak bo'ladi. Belgilab chiqishimiz natijasida biz 3-4 ta zona belgilaganimizdan keyin, 3-4 ta zona belgilaganimizdan keyin 4 soatlik time frame'ga o'tilinadi. O'zimizning holatda hozirgi real bozor holatimizda 4 soatlik time frame'da mana shunday zonalarni aniqlab ko'rsatib beraman sizlarga. Mana bu zonada bizda bor. Va u o'zini juda ham kuchli oqlagan, ko'rishimiz mumkin, bir necha marotaba sellga, bir necha marotaba buzib o'tgandan so'ng buyga holatlari berilgan. Va mana shu holatimiz bizda dushanba kuni agar narx yuqoriga yursa, mana shu holatda reaksiya berishi mumkin bo'lgan nuqtalardan bittasi. Ko'p nuqta topib tashlamayman. Ya'ni ko'zga tashlanadigan deganda bankni manipulyatsiyasi bo'lganligi bilinib turibdi. Ya'ni tushgan narx dalcha o'sgan bo'ldi. Order block deb olsak ham bo'ladi, breaker block deb olsak ham bo'ladi. Mana shu holatni mazmunini u inson ko'zda tutgan edi bu holatda. Xo'p, bizda yana holatlar bo'yicha. Endi bizga buy versiyasi kerak emas, pastroqda yo'q unaqa zona. Shuning uchun mana bu ham sell versiyamiz bor. Buy holati ancha muncha tushib ketdi o'sha narximiz. Mana bu joyda ham bor ekan. Buy uchun ko'rishimiz mumkin. Mana buy uchun versiyada
juda kuchli reaksiya bergan. Endi bu noto'g'ri holat, chunki narx bundan keyin tushib ketishi kerak edi. Tushib ketmagan, soya qoldirgan. Zona sifatida belgilab qo'ydi. Va keyingi etap esa 1 soatlik time frame ga o'tishlik, ya'ni biz birinchi video haqida gaplashyapmiz. 1 soatlik time frame ga o'tishlik va bozordagi mana shu joyda narxni setup. Ya'ni narx mana shu joyda baribir burilishga tayyorlanishligi kerak. Va ko'p holatlarda entrylar few candle'dan bo'ladi. Ya'ni few candle'larni hosil bo'lishligidan olinadi. Misol uchun mana 15 ila 30 minutlikdami yoki 1 soatlikdami? 45 minutlikdan bo'lsa bo'ladi. Xo'p. Mana bu zona bizda o'sha boyagi zonalardan bittasida Mr. Casinoni uslubida belgilanishlik. Mana bu yashil sham tanalari bilan olinadi. Bu zonani ko'rishingiz mumkin bir marta nima deydi? Hurmatli qilgan. Fomos chiqqan, yana kuchli tushishlik va o'sha joy yorib o'tilingandan so'ng shu zona bayga aylanadi. Bayga aylangandan so'ng bizda bitta few candle kutishimiz kerak. Narximizda ko'rishimiz mumkin mana bu joyda likvidatsiya olyapti, ya'ni narx likvidlarni olgan va mana bu 50% bizda few candle'ni bilasizlar, bayga aloqador zona mana bu joy. Va shu zonadan reaksiya olyapti. Bu yoqda bizda sign entry'miz ham bor edi. Aynan o'zimiz shu zonadan buy kirganmiz. Haligacha turibdi bitta lotimiz. Buni hali guruhga ham tashlab ko'rsaman. Aynan mana bu shamni yopilishligidan mana shu joydan buy va stop lossimiz esa mana bu yerda bo'lardi. Endi bu holat bizni avtorskiy strategiyamiz o'sha Mr. Casinoni masalan narsasiga qo'shib ishlatsak bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin. Общий hisobda olsak, masalan, endi bu noto'g'ri bo'ladi agar общий hisobda olsak, 1.35 yurgan 12 yo 20 pips stop lossga nisbatan 700 pips take profit bo'lyapti. Bu endi Sinefix'ni avtorskiy strategiyasi. Bu haqida bemalol adminlardan so'rab olsanglar bo'ladi. Demak, Mr. Casinoni qisqa qilib xulosa qiladigan bo'lsak, asosiy holatlari bizdagi narximizdagi o'sha qizil shamlar hosil qilinib, yana narx o'sib ketgan joyi xuddi order block desak ham bo'ladi. Mana bu holatlar yoki shamni o'zini ham qanaqa qismidan olinadi. Shu ko'rsatib o'tgan mana bu holatimiz sell uchun, buy uchun to'g'risi bu yoqda yaqin orada topmadim. Mana masalan men buni ham buy uchun olsak bo'ladi. Mana shunday harakatlarni kattaroq holatlari bo'lsa albatta belgilab chiqilinadi va ularda qanaqangi ishlash kerak, ularda qanaqa holatlarni qilish kerak. Ularni keyingi darslarda ko'rsataman. Ya'ni biz hozir nimani o'rgandik? Aynan zonalarni aniqlab chiqishni, eng reaksiya bergan nuqtalarni Mr. Casino tilida belgilab chiqishlikni oldik. Hammasini belgilab tashlamaysizlar. Eng keraklilari bozordagi reaksiya olgan nuqtalar hammasi mana masalan mana bu sell uchun degan holat yo'q. Ya'ni mana qizil sham sell uchun degan holat yo'q. Bu bizga zona sifatida qoldiriladi bu. Mana shunday qilib 3-4 ta zonalarni xuddi shu Mr. Casino ko'rsatib tushirgandek belgilab chiqasizlar va ularda qanaqa ishlashligini keyingi darslarda albatta ko'rsatib beraman. Sizlar bilan Sinefix bo'ldi. Hammaga rahmat, charchamaying.